yo Jabroil, men ummatimni kamoli yaxshi ko'rganligimdan ummatimni mendan oldin tiriltirib do'zaxga Xudo kirgizib yubormadimi desalar, Jabroil alayhissalom aytar ekanlarki, yo Rasululloh, hali hech kim tirilgan yo'q, birinchi bo'lib siz tirildingiz. Rasululloh Abu Bakr Siddiq aytar ekanlarki, siz mahshargohga boring, meni ummatimni farishtalar tanimasdan qo'pollik qilib qo'yishmasin. Yo Umar, siz Sirot ko'prigiga boring, oyog'i toyilib biror ummatim jahannamga tushib ketib qolmasin. Yo Ali, siz do'zaxning eshigiga boring, biror bir ummatim do'zaxga kirib ketib qolmasin. Yo Usmon, siz tarozini oldida turing, Alloh taolo meni ummatimdan birortasini do'zaxga hukm qilsa kechirishligini siz so'rang, siz so'ragan narsani Alloh taolo bermaslikdan uyatadi deb 4 ta sahobani 4 ishga mas'ul qilib qo'yar ekan.